Niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin do'stim. Amin deb turing. Mana shu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz ila tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Mana shu videoni ko'rayotgan insonning ana shu ko'zlari jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Qarang, siz arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblarni qaranglar do'stlar, ikki xil kitobimiz bor. Bunisi 6 tasi bittali kitobimiz, ya'ni 14,5 pora bo'ladi. E'tibor berasizlar, harflar nihoyatda tiniq holatda, katta holatda yozilgan. Bu deganim, yoshi katta savodxonlar ham bemalol mutolaa qilsa bo'ladi. Bu kitobimiz 14,5 poradan iborat. Agarda menga 14,5 pora emas, 30 porali to'liq Qur'on qilib bering aka deydigan bo'lsangiz, mana 30 porali Qur'onimiz bor. Bu tomida 15 pora bo'ladi, bir tomida 15 pora, 30 pora bo'ladi. Nomeda shoshilib yozgani +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali yozsanglar, ikki kitobimizdan ham magazinimizda mavjud. E'tibor beringlar. Bu 32 Qur'onimiz harflari tiniq holatda yozilgan, Madina Qur'onga ishlatiladigan varaqlardan ishlatilgan. E'tibor beringlar, bir tomonida arabcha to'liq holatda bo'lsa, bir tomonda kirilcha to'liq holatda. Qolaversa QR kod orqali eshitish tizimiga ham ega. Ikki kitobimizda ham QR kodlarimiz inshaalloh ishlaydi. Bu kitobimizda bir tomonida arabcha bo'ladi. Qur'onni kiril alifbosida yozilgani, Qur'onni tafsiri, undan tashqari hadislar, oyatlardan jamlanmasi bor. To'liq tushuntirib o'tyapman. Masalan, Qoriya surasi qachon nozil bo'lgan, qayerdan nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat. Undan tashqari boshlang'ich muallim soni bor. Kitoblarimizni Rossiya bo'ylab mana shu videoni ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Ushbu videoda jannatda birga bo'lishni xohlagan odamingizga jo'natib qo'ying. Ahlan va sahlan.